Men qara, oy nechiga kirdi? 18. Shuni 3 ga ko'paytiramanmi? Men siz oyingiz bilan adangiz oyijon, adajon deyman. Hech bo'lmasa tug'ilgan kunlarida oyijon deng. Hayotda aytmayman. Xullas tug'ilgan kunim bahona sizlarga bitta yangilik aytmoqchiman. Avvallari o'ylardim. O'g'limiz yo'q, bor uy-joyimizni, hamma narsamizni. Qaysi qizim bilan kuyovim biz bilan yashasa, o'shalarga beramiz deb niyat qilganman. Tur. Oyijon, biz uyga ketdik. Borib joylashib turamiz. Darvozaxona oldidagi xonami? Yo'q, tushunmadinglar. Bu gapim bilan men eng xushmuomala, Oyijon. eng ilmli, Orazim qoch ko'zimdan sochilur har lahza yosh. Bilasizlarmi? Navoiy bobomiz 16 yoshlarida butun dunyoga mashhur bo'lganlar. Men ham 16 yoshimda Ves mahallaga mashhur bo'lganman. Yosh narsa. eng mehnatkash. Men ozgina ishlarim bor edi. Men to'kib kelaman. Meni qattiq hurmat qiladigan. Baxt va davlat boshimdagi toj. Hozir ukangizga berib yuboradilar. Siz ham turib tabriklang. Aha. O'xshashlikni qarang, mana bu yil ilon yili ekan. She'r ayta qolay-a. Shunaqa niyatlar qilib turgan bir paytda kutilmaganda hayotimga Jon kirib keldi. Hammaga salom, yaqinlarim. Jon? Azizim Jon, kuyovim tug'ilgan kunimgacha Shohruxxonni olib kelmoqchi edi. Olib keldingizmi kuyov? Hozir. Parizodim go'zal malagim. Jon, Shohruxxon kenja kuyovimga o'xshab ketarmikan? Go'zal malagim.